Rossiyadan bu olib kelish bo'yicha 2026-yil yanvar sanasiga ko'ra talablar, ya'ni qanaqa bo'ladi deganlarga обязательно eshitib qo'yinglar. Rossiyadan mol olib kelishingiz uchun Rossiyaga kelishingiz kerak birinchi. Kelib molni tanlab, mol to'lov Rossiyani o'zida qilishingiz kerak. Undan keyin dokumentga zaklad berishingiz kerak. Ya'ni dokument qilinadigan odamlarga, ya'ni ozroq pul berasiz. Undan keyin dokument chiqqandan keyin pulning to'lovi, mashinaning to'lovi. Ya'ni Rossiyada mol to'lovi, mashinaning to'lovi, dokument to'lovi hammasi Rossiyada rublda bo'ladi. Men shuning uchun Telegram kanalimga asosiy rublda yozaman hamma narsani. Menga dollarga aylantir deysizlar, menga so'mga aylantir deysizlar. Bugungi rubl kursi, dollar kursi ertaga to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Shuning uchun men yozmayman. Unaqa narsani rublda yozaman. Rubldagi narx o'zgarmaydigan narx, ya'ni sotuvdagi narx o'zgarmaydigan narx. Kurslar o'zgarib o'ynab turishi mumkin. To'lovlar hammasi Rossiyaning o'zida. Yana nima demoqchi edim? Eng kam zakaz hozir kunda sigirlardan 40-45 dona, bo'g'oz bo'lsa agar katta sigirlar bo'lsa, buqalardan, kattalardan 450 kg balandlardan 50-55 dona, kichkina buqalardan to 400 gacha bo'lsa 60 dona ketadi bemalol. 100 kilolik buqalardan 60 ta, 70 ta ham qilsa bo'ladi. Yozdirib iltimos qilsa, dokument plashatka egalariga iltimos qilsa 70 ta ham yozib beradi. 100, 150, 200 shunaqa. Dokument основной na uboy qilinadi so'yishga. Shuning uchun iloji boricha kichkina buqalar olib ketmaslikni tavsiya beramiz. Ya'ni ko'proq xarajat chiqib ketadi. Tan narxidan ham qimmatlab ketadi. Hozircha 2026-yil bugun haftaning 6-7 yanvar sreda. Shu sanasiga ko'ra bo'lib turgan narxlarni aytib o'tdim sizlarga. Kimda kim tushunmagan savollar bo'lsa, Telegram kanali silkasi pastda bo'ladi. Video sarlavhasiga yozsanglar ham bo'ladi, kommentariyaga yozsanglar ham bo'laveradi. Shu yerda Telegram kanal silkasi bor. Shu yerga dumaloq SMS-larda gaplab ma'lumot berib o'tamiz. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh.